bo'ladigan narsasi musofirchilikda bo'ladi. Ishoning, O'zbekistonda sekinroq o'tadi. Bo'lgan yillarda ishinglar bilan tez o'tishi mumkin, lekin aslida O'zbekistonda sekinroq o'tadi. Nimaga desa, bahonalik beradi. Silay rahim bor-ku, o'zi odamlar bilan ko'rishib turish bor-ku, u vaqtga baraka qo'shadi aslida. Lekin musofirchilikda yashayotgan odam robotga o'xshaydi. Endi uni sizlarga aytib beraman, men просто ichida yashaganim uchun aytaman. To есть qanaqa tez o'tishini bilaman. O'shaning uchun sizlarga iltimos, bu треугольникni 24 soatda va 3:08dagi 1:08 ichida men nima qilyapman deb просто spiska qiling-da. Kelinchi desa, davay men pulimni oshiraydi, jamiyatga qiymatini qo'shaydi. Masalanda, uni sabablari ko'p. Har bitta odamning o'zining sababi bor. O'sha odamning ham bahonasi bor. Behazil. O'sha odamning ham agar ichini so'rasangiz, cho'tki bahonasi bor. Nelegal bo'layotganlarning bahonasi bor. Masalanda, qisqasi hammada bahonasi bor, lekin maqsad nima desa, maqsad shu o'zbeklar boshqa o'zbeklarning hisobiga kelolmasligi, boshqa o'zbeklarning yo'lini to'smasligi, sizni o'zingizni bahonangiz jamiyatni bahonasiga ta'sir qilish kerak emas. Masalan, aqlsan. Lekin sizni bahonangiz jamiyatga ta'sir qilish kerak emas. Nega mana jiyanim kelolmasligi kerak? Nega mana jiyanim grant olib kelmasligi kerak? Nega sizni haqqingiz bor? Jamiyatni qonuni bo'yicha siz bizdingiz, lekin menga ta'sir qiladi.